Qandli diabetda diabetik retinopatiya rivojlangandan keyin buni davolashni quyidagi usullari mavjud. Birinchisi bu lazer koagulyatsiyasi, to'r pardada yangi hosil bo'layotgan to'r pardalardagi tomirlarni kuydirish. Ikkinchisi anti-VEGF faktorlarini yuborish. Anti-VEGF faktorlari 1-3 marta, hatto 5 martagacha har oyda yuboriladi va u yangi o'sayotgan qon tomirlarini o'sishini to'xtatadi, growth faktorini yo'qotadi, yangi shishlarni va tomirdan suyuqlik sizib chiqishlarini kamaytiradi. Natijada ko'rishni saqlab qolishga va hattoki ba'zan ko'rish o'tkirligini oshirishga ham yordam beradi. Agar ikkala usulda foyda bermasa yoki o'tkazib yuborilgan vaqtda murojaat qilinsa, shishasimon tanaga qon quyiladigan bo'lsa, unda jarayon vitrektomiya, lazer hamda anti-VEGF birgalikda kompleks holatda qilinishi bilan namoyon bo'lishi mumkin va bu bilan ko'rish o'tkirligini uzoq muddat saqlash, cho'zish imkoniyatini beradi. Qandli diabet agarda yana neovaskularizatsiya beradigan bo'lsa, ikkilamchi glaukomaga olib kelishi mumkin. Ukol haqida keyingi reelslarda gaplashamiz.